Qadringdan ketay qadrdonlarim, videoni o'tkazib yubormasdan oxirigacha tomosha qiling. Achchiq bir haqiqatga to'xtalib o'tmoqchiman. Bugun ayrimlar odamlarni lolu hayron, qoyil qoldiraman deb holiga qaramasdan kreditga, qarzga qimmatbaho mashina va uylar xarid qilishmoqda. Ularni ichida allaqachon qilib qo'ygan ishi noto'g'ri ekanligini bilib pushaymonda yurganlar ham bor. Bitta narsani esingizdan chiqarmang. Sizni olgan mashinangiz, uyingiz odamlarni hayratlantira olmaydi. Bir marotaba qarab qo'yish mumkin, lekin bu davomiy qoyil qoladi degani emas. Baxt oddiylikda, oddiy bo'lib o'zingiz uchun yashang. Video yoqqan bo'lsa yurakchani qizartiring, kommentariy yozing va shu kecha kunduzda odamlarni qoyil qoldirish uchun nimadir xarid qilaman deb yurgan tanish bilishlarga videoni yuborib qo'ying. Zora foydasi tegsa, menga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Joningiz hamisha sog' bo'lsin.